berib yuborish kerak edi. O'zi yonish kerak edi avtomatik yonmayapti. Chunki hayronman. Bundan oldin onamlar telefon qildi, zaявka berdi, yoqolinglar deb. Soat oldin. Hali yoqishmadi. Shunaqa. Yoqish ekanman ketayotgan ekan. O'qishlardan turib cho'chigiladigan aloqaga chiqish qiyin bo'lib, o'shani joni chorasi uzilib ketgan. O'zi boshqatdan yana pedagogika berib qo'ydim deb, qaytadan yoqishga qo'ydim. Xudo xohlasa yonib qoladi qoladi. Aloqaga sal chiqish qiyin bo'ldi deb, o'shani cho'zilyapti. Yonib qoladi bir 20 minutda. Ya aniq mashincha vaqt yonadi beton. Aloqa sifati qancha yaxshi bo'lsa, shuncha tez yonadi. Balki 5 minutda ham olib ketishi mumkin. O'zi balki 20 minut, yarim soatga cho'zilishi mumkin. Bitta savolim bordi. Pul misol 5000 qarz bo'lib qoldi, 1000 so'm qarz bo'lib qoldi, o'chdi deylik. Necha pulgacha ham o'chadi qarz bo'lganda? Puli anaqasi yo'q, minus bo'lsa bo'ldi. Tushunni o'chirganlar ham bor. Qarang, o'chdi deylik. O'chgandan keyin bir yarim soatdan keyin to'lab olasiz-da. Endi bilmaysiz-ku, SMS keladi, internet ishlamay qoladi. Keldida to'lab olasiz-da, sirazi yonish kerakmi o'zi, yo sizlarga обязательно telefon qilib aytib qo'yish kerakmi? Pul soldim-da. Yo'q, o'zi avtomatik yonadi o'zi. Sirazi mana har to'laganingizdan keyin, to'lab bo'lgandan keyin agar plyusga o'tsa, yoqish bo'yicha signal ketadi bizda. Dasturdan sho'chigini aloqasi yaxshi bo'lsa, qancha signalni tez olsa, shuncha tez yonadi yoqish bo'yicha signalni. Xabarlarga aloqaga chiqolmay qoladi-da, xudoni. U kim telefon qilsa doiradan tashqarida turadi-yu. Shomga qolasiz telefon qilganda. O'sha bizanda sho'chchigi holatdan bo'lib qoladi. Bizning sho'chchigimizmi o'shanda anaqa nima deydi, yaxshilamayotgani? Yo sizlardanmi? Aloqaga chiqolmayotgan, bizdan emas, kamanda ketyapti. Yoqishlardan turibdi bu. Avariyniy slujbaga telefon qilib sho'chchini ko'rib ketsa bo'lmaydimi? Yaxshilamayotgani. Elektristet o'ziga chiqadi. Sergina avariyniga emas, abonent bo'limiga yetsa, sho'chchini tekshirib berishadi. Yo, bepul ko'rib berishadimi? Ha, bepul ko'rib beradi. Nomerlari yo'qmi sizda? Sergeliniki 71lik. Hozir bir daqiqa 71lik 230 230 90 76. 90 76. Ha, 230 90 76. Boshqa nomeri yo'q-a, shu mana shu nomer. Yo'q, faqat shu nomer. Bo'ldi. Xo'p, rahmat. Xo'p, salom.